qayd va yana shu darsda eshit. Tarmoqli marketingda katta daromadlarga chiqish, Aynan noldan ko'tarilish imkoniyatini beradigan biznes bu tarmoqli marketing. Aynan nega tarmoqli marketingda hamma ham pul topa olmaydi deb o'ylaysiz? Lekin bu muvaffaqiyat degan narsa o'zi bu shunchaki bir tez kelib qoladigan holat emasda. Bu sel bir jarayon. Sanda nimadir noto'g'ri ketdimi? Demak, bu sen uchun tajriba. Ya'ni bu qiyinchilik emas. Fikrlarimizni zo'r o'zgartirib beradigan qoidalardan, odatlardan bittasi muvaffaqiyatli insonlarga yaqin yurish. Xohlaysizmi, yo'qmi, o'sha muvaffaqiyatli, to'g'ri fikrlaydigan insonlar davrasida bu dars senga foydali bo'lib, seni joyingdan qimirlatib yangi bir pog'onaga chiqara olmadimi? Demak, sen buni o'zlashtirmading. Assalomu alaykum. Biz tarmoqli marketingdagi liderlar uchun, hamkorlar uchun manfaatli bo'lish maqsadida podkastlar olishda davom etyapmiz. Bugungi podkastimiz mehmoni meni o'zim hurmat qilgan, ko'p yillardan tanigan tarmoqli marketingni katta liderlaridan, top liderlaridan Ziboxonim Musayeva. Ziboxonim Musayeva ko'p yillik tajribaga egalar tarmoqli marketingda, hayotda, oilada havas qiladigan insonimdan biri va bugun Zibo Musayevadan ko'plab insaytlar olamiz. Tarmoqli marketingda katta daromadlarga chiqish, ko'plab yutuqlarga erishish bo'yicha o'zlarini tavsiyalarini berishadi. Assalomu alaykum Zibo opa, xush kelibsiz. Xursandman sizni ko'rib turganimdan va yo'q demasdan bugungi podkastga rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Bizni tomosha qiladigan o'quvchilarimizga o'zingiz haqingizda qisqaroq tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum, yana bir bor. Avvalambor taklif uchun rahmat. O'zimni chiroyli qilib tanishtirdingiz. Qisqa qilib aytganda 24 yildan beri tarmoqli marketingda shu biznesni yuritaman. Katta tajriba deganda menimcha shu yillar o'zi gapiradi. Da. Hozirgi kunda kompaniyamdagi top liderlardan biriman. Ko'plab, yuzlab shogirdlarni nastavnika. Nafaqat nastavnika, sevimli nastavnika siz desam adashmayman. Shunaqa. Hozirgi kunda juda ham ko'p ayollar bilan ishlaydigan, juda ham ko'p insonlarni hayotini o'zgarishiga ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shadigan inson sifatida o'zimni ko'raman. Agar shu haqida so'ragan bo'lsangiz, shu 24 yildan beri tarmoqli marketingda ishlayman, oilaliman, 4 ta farzandning onasiman. Babushka. Молодая бабушка у нас. Shu ishimni juda ham sevib, xohlab, o'zim tanlab, ya'ni o'zim qaror qabul qilib, осознанно deydi-ku, tushunib, bilib shu biznesga qadam qo'yganman va hozirgi kunda ham, hozirgacha shu ishda davom etyapman. Oliy ma'lumotli bo'lsangizda, demak, diplom sohasida ishlamasdan tarmoqli marketing biznesini afzal ko'rgansiz, to'g'rimi? Aslida 3 ta diplomim bor. Oho. Birinchisi bu sotsiolog soham, keyin coach menejmentni bitirganman, amaliy psixolog. Undan tashqari endi sertifikatlarimizni sanamaymiz, chunki o'zimiz ustimizda har doim ishlaymiz. Endi diplomga keladigan bo'lsak, har bir o'qish, har bir bilim olish, ilm olish, diplom foydali albatta, insonning o'ziga foydali. Lekin biznesni men shunaqa tanlaganman. Bu biznesimda o'zimiz soham juda ham katta yordam beradi. Rahmat. Aynan shu yerda demak bizni tomosha qiladiganlar ham o'zlari uchun xulosa olishlari mumkin. Juda ham ko'plab o'qishlar, sertifikatlar, diplomlar top lider bo'lishingizga ham sababchi bo'lgan deb o'ylayman. Albatta. Rahmat. Unda sizga savollar, bir nechta savollar bilan murojaat qilaman va tarmoqli marketing liderlari uchun bu savollar manfaatli bo'ladi.
aynan nega tarmoqli marketingda hamma ham pul topa olmaydi deb o'ylaysiz? Chunki juda ko'pchilik tarmoqli marketingga daromad qilish maqsadida kelishadi, lekin daromad qila olishmaydi. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Qisqa lo'nda qilib aytganda, tarmoqli marketingga kelganda jiddiy olmaslik. Men shunaqa o'ylayman. Chunki biznesini jiddiy qabul qilgan inson bu yerda o'sha ko'zlagan daromadiga yetadi. Jiddiy qabul qilish, mehnat qilish. Bilasizmi, shunaqa gap bor-ku, tarmoqli marketingga keldim, demak, нет начальника, нет понедельника, нет будильника degan fikrda kelishadi. Ya'ni shunchaki biznes, shunchaki ishlayman deyishadi, demak, natija ham xunaqa shunchaki bo'lib qoladi-da. Shuning uchun hamma ham daromad ola olmasligi bu jiddiy qabul qilmaslik va tez taslim bo'lish yoki mehnatdan qochish deb bilaman. Agar mehnati, maqsadi, harakati joyida bo'lsa, albatta tarmoqli marketingda o'ziga yarasha zvaniyalar, bizning tilda aytganda, va daromadlar, o'sha bonuslarga chiqish mumkin. Demak, aytish tushunishimcha, soha sifatida qarashmaydi demoqchisiz, to'g'rimi? Shunda soha sifatida qarashmagandan keyin soha sifatida ham daromadga erisha olishmaydi. Rahmat javobingiz uchun. Tarmoqli marketing biznesini faqat puli yo'qlar uchun biznes deb o'ylashadi. To'g'ri. Nima deb o'ylaysiz? Shunda faqatgina tarmoqli marketingga puli yo'qlar kelishi kerakmi yo hammani taklif qilish kerakmi yo tarmoqli marketing hamma uchunmi? Bilasizmi, bu savolga qanaqa javob bergan bo'lardim? Faqat puli yo'qlar uchun degan fikrga qo'shilmayman. Bu noto'g'ri fikr, avvalambor. Chunki men o'zimni tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, men komandamda masalan nechta liderlarda qancha insonlar bilan ishlab kelayotgan bo'lsam, shu kungacha puli yo'qlar emas, har xil diplomi borlar, o'zini sohasiga ega insonlar, ishlaydigan insonlar, hamma juda har xil insonlar ko'raman atrofimda, komandamda ham shunaqa insonlar bor. Puli yo'qlar uchun degan, menimcha sal biznesni tushunmagan, bizani biznesni tushunmagan insonlardan chiqqan fikr bo'lsa kerak. Chunki puli bor bo'lib turib, sohasi bor bo'lib turib, qo'shimcha daromad uchun ham tarmoqli marketing kelish mumkin. Kimdir qo'shimcha asosiy sohasidan qo'shimcha daromad uchun keladi, kimdir umuman boshqa narsalar uchun keladi. Chunki tarmoqli marketing nafaqat moliyaviy bizga qanaqadir tarafdan-da beradi. Ma'naviy ham. Ma'naviy, shaxs sifatida o'sish, rivojlanishda shu eshiklar ochiladi tarmoqli marketing. Shuning uchun ko'plab ayollarimiz aynan puli yo'qligi uchun emas, shaxs sifatida rivojlanish uchun, qaysidir zinalarni, qaysidir pog'onalarni zabt etish uchun, ya'ni har bitta odam o'zini keladigan nimasi bor, xohishiga qarab keladi. Tarmoqli marketing juda ham ko'p imkoniyatlar beradi. Juda ko'pchilik faqatgina pul deb qarab qolishadi, to'g'rimi? Faqat tarmoqli marketingga pul uchun kelish kerak deb. Aslida hayotini har tomonlama go'zal qilish uchun kelish mumkin. Shu borada sizning liderlaringiz ichida foizlarga ajratib aytganda qancha inson faqat pul uchun kelmagan, o'rtacha aytib bera olasizmi? Faqat pul uchun emas, demak, pullar uchun bo'la turib, o'zlarini shaxs sifatida yuksaltirish uchun, shunaqa o'zlarini joylarini, o'rinlarini topish uchun kelgan insonlar. 60% deya olaman, men komandamda. 60% inson demak pul uchun kelmagan. Demak, bu siz ham taniysiz-ku komandamdagilarni, ayollarni taniysiz, liderlarimni taniysiz, bilasiz ular. Chunki yaxshi taniysiz. Statistika qilganimiz yaxshi, chunki insonlarga aniq faktlar bilan gapiryapmiz. Chunki juda ko'pchilik mana darslar o'taman, tarmoqli marketingdagi hamma hamkor liderlarga juda ko'pchilik faqat uy bekalari, pulsiz qolgan insonlarga fokus qaratishadi-da. Men har doim o'rgataman, shuning uchun demak hammani qamrab olish kerak. Puli bor, puli yo'q, hammani taklif qilishdan qo'rqmaslik kerak. Bu statistikangiz ham demak insonlar uchun isbot bo'ldi. Rahmat javobingiz uchun. Juda ko'pchilik demak biznes boshlashga xohlashadi, katta orzu maqsadlarni erishishni xohlashadi. Demak, taqdimotdan keyin
biznes boshlashni maqsadga qo'yishadi, lekin eng katta rad javoblardan bittasi pulim yo'q degan javobga uchrashadi. Shu pulim yo'q degan insonlarga qanday tavsiya bergan bo'lar edingiz? Puli yo'q, agar menga kimdir prezentatsiyadan keyin hozir boshlashga pulim yo'q desa, unda tezroq boshla deb aytaman. Srochni boshla. Srochni, tez boshla. Puling yo'q bo'lsa, hozirroq boshla biznesni deyman. Aynan pul topish uchun. Chunki biz odamlarning puli borligi uchun bu yerga taklif qilmaymiz. Pul topishi uchun, imkoniyati bo'lishi uchun taklif qilamiz. Buni novichoklarga, ya'ni yangi kelgan insonlarga qanaqa tavsiya beraman? Odatda zakaz bilan ishlash, shu noldan boshlaganda o'zimiz qilgan ishlar. Hamma o'ylaydi, sarmoyasi bo'lgan, katta pul bilan kirgan. Yo'q, aslida unaqa bo'lmagan. Buni siz ham yaxshi bilasiz. O'ziga yarasha algoritm действий deydi. O'ziga yarasha shunaqa xatti-harakatlarni qo'yib beramiz. Nimadan boshlash kerakligini, o'sha o'zining holatidan kelib chiqib, men misol uchun tavsiyalar beraman. Umumiy qilib olganda, puli boshlashga yo'q odam yugurib kelib boshlashi kerak. Ya'ni o'sha ustozi, hammaning o'zining ustozi bo'ladi-ku, ustoziga borib hozir aynan qayerdan boshlayib savol berish kerak. Chunki buni bitta qilib, bitta nimada tushirib bo'lmaydi. O'zini holati, yashash sharoiti, moliyaviy holatidan kelib chiqib, men masalan unga biznes plan tuzib beraman. Lekin haqiqatda boshida aytganimdek, ularga juda ham tez boshla deyman. Shuning uchun puli hozir sarmoyasi yoki birinchi zakazga puli yo'qligi bu bahona emas. Albatta imkoniyat topsa bo'ladi. Imkoniyat topsa bo'ladi, chunki bizning biznes shu imkoniyatni beradi. Aynan noldan ko'tarilish imkoniyatini beradigan biznes bu tarmoqli marketing. Eng muhimi sarmoyasiz boshlangan noldan biznes boshlab, yana biz risk. Eng muhimi risksiz biznes qilish imkoniyati. Chunki an'anaviy biznesdagilar ham aytishi mumkin, bizda ham noldan boshlash mumkin, investitsiya kiritish mumkin, demak hamkorlikda ishlash mumkin. Lekin u yoqda risk katta. Tarmoqli marketingda noldan boshlaysiz, ham risksiz. To'g'ri aytdingiz, haqiqatdan o'zim ham noldan aynan biznes boshlagan insonlardan bittasiman. Chunki hech kimda sizda siz hamda juda ko'p top liderlarni noldan biznes boshlab hozirgi kunda katta muvaffaqiyatga erishganlarni bilamiz. Shuning uchun o'zi ikki xil odamlar bo'ladi, ikki xil toifa odamlar. Biri bahona topadi, biri imkoniyat topadi. Ya'ni izlagan imkon topar, izlamagan bahona deydi-ku. Shunga o'xshab imkon topaman deganlar puli bormi, yo'qmi, unga qaramasdan kelib ish boshlab davom etishmoqda. Ustozimizning gapi bor. Bahona topish bo'yicha geniymiz. Bahona topish bo'yicha genialniymiz, lekin shuni imkoniyat topish uchun geniy bo'lishimiz kerak. Shunda Xudo xohlasa mana shunaqa top lider darajasiga chiqisha oladi. Sog' bo'ling, rahmat. Biznesda juda ko'pchilik yaxshi start olishadi, yaxshi maqsadlar qo'yishadi, lekin tez taslim bo'lib qolishadi. Nima tavsiya berasiz tez taslim bo'ladigan insonlarga? Taslim bo'lish sababini aytaylik oldin. Meni qarashimda, tajribamda men shuni ko'ramanki, insonlar kelishadi, mana prezentatsiyalarda, videolarda tarmoqli marketing haqida eshitishadi va muvaffaqiyatli insonlarni ko'rishadi, havas qilishadi. Men ham shunaqa bo'laman deb kelishadi. Lekin bu muvaffaqiyat degan narsa o'zi bu shunchaki bir tez kelib qoladigan holat emasda. Bu sel bir jarayon. U mehnat, ishda nimadandir kechish, sabr, harakat, mana shu narsalarni ko'rishmagan bo'lishadi. Kelishadi, ozgina harakat qilib ko'rishadi va tez taslim bo'lishadi. A nuqta boshlash, B nuqta faqat pul ko'rishadi. Boshqa nuqtani ko'rishmaydi. Uning o'rtasidagi mehnat, sabrda vaqti kelsa nimagadir erishish uchun nimadandir kechamiz degan gap bor-ku. O'sha nimasidandir kechadi, ya'ni привычный образ жизни deydi. Odatiy yashayotgan holatidan o'zgarishlar bo'lib boshlaydi. Ko'proq mehnat qilish kerak bo'ladi. O'shanaqa joylarni ko'rishmaydi, shuning uchun taslim bo'lishadi deb o'ylayman. Boshida kelganda, shuning uchun biznesni boshlaganda mana liderlarga tavsiyam
biznes boshlayotgan insonga buni jiddiy biznes deb ko'rsata biling va o'sha ish mehnat harakat kerakligini aytib o'tish kerak. Bu yoqda demak taqdimot o'tayotgan hamkorlar, liderlar ham o'rtadagi yo'lni olib tashlab taqdimot o'tishadi. Sen kelasan, faqat pul topasan faqat bo'ldi. o'sha joydagi bonusni ko'rsatib qo'yiladi. Keyin inson birinchi uchrashuvda eshitgan narsasiga ishonadi va shunaqa osongina chiqarkanman va mana shu yerda bo'lib qolarkanman, o'sha tepada bo'lib qolarkanman deb tushunadi. Aslida har bitta biznesda o'ziga yarasha pog'onalari, o'sha har bir pog'onada qilinadigan ishlar, vazifalar bor. Shuning uchun u vazifalarni ko'rsatib o'tish kerak. Endi vazifalarni ko'rib turib ham taslim bo'ladiganlarni men o'ziga aynan bo'lgan ishonchi kuchli bo'lmaganlarda bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun ko'proq bilim, ko'proq treninglar, o'qishlarda, muloqotlar bilan odam o'ziga ishonchi oshirsa, u taslim bo'lmaydi. Shu joyda agar ko'pincha ko'p liderlar shunaqa qo'rqishadi deb o'ylayman. Nimadan qo'rqishadi? Agar o'rtadagi qiyinchilikni aytsam, hamkor bo'lishmaydi. Oson desam, odamlar oson deb kirib ketishadi, hamkor bo'lishadi deb. Mana shunaqa taqdimot o'tib qo'yishadi-da, hamkor qilib olishadi. Eng muhimi keyin hamkordan ayrilib qolishadi. Minus fikrlar ko'p bo'ladi. Chunki qiyinchiligini aytsak, juda ko'pchilik tayyor emas deb o'ylashadi. Aslida o'sha qiyinchiligini aytib, demak hamkorlikni ongli ravishda qabul qilishgandan keyin, mehnati borligini bilishgandan keyin umuman tarmoqli marketingga ham nisbatan minus fikrlar kamroq bo'ladi deb o'ylayman. Juda ko'pchilik oson deb qiyinchiligini aytmasdan chaqirishadi va oson komandani yo'qotishga uchrashadi. Shuning uchun to'liq ma'lumot berilgani yaxshi deb o'ylayman. Kelgan insonlar nima uchun tarmoqli marketingda ustoz shogird nimasida ishlaymiz o'zi prinsipida. Nima uchun ustoz unda kerak bo'ladi deb o'ylaysiz? O'sha prezentatsiya to'g'ri, chiroyli o'tiladi har doim. Hech kim sizga sahnadan prezentatsiya o'tayotganda uni qiyinchiliklarini sanab o'tirmaydi. Общий prezentatsiya ketadi, kompaniya nimalar beradi, nimalarga erishish mumkin-da. Shu papovichkim o'sha prezentatsiyani o'zini ssenariysi bor, u aytiladi. Lekin ustoz muloqotni boshlaganda, tinglashni boshlaganda, ustoz ko'proq tinglashni bilishi kerak o'zi. Tinglashni boshlaganda, haligi inson ish boshlaganida o'sha paytda ko'rsatib o'tish kerak deb o'ylayman. Bizda buncha harakat bo'ladi. Biz buncha vaqt ajratishimiz kerak bo'ladi. Bizda mana buncha mehnat bo'ladi erishish uchun-da. То есть sekin-sekin bo'lsa ham shu insonni qiyinchiliklarga to'g'ri ko'z bilan qaraydigan. Immunitet, как этот immunitet paydo qilib qo'yish kerak oldindan-da. Прививка deyishadi. Прививка, да. Yo'q, прививка haqida gapirmayman. Qarang, qiyinchiliklarni tajriba sifatida qabul qilishni o'rgatishimiz kerak insonlarga. Bitta shu narsa, mana senda nimadir noto'g'ri ketdimi? Demak, bu sen uchun tajriba. Ya'ni bu qiyinchilik emas. Oldindan o'sha narsalarga tayyorlash. Bu biznes yo'lingdagi tajriba deb hisobla. Mana shu fikrlashini to'g'ri qilsak, har bitta inson fikrlashini, senda biznesda qiyinchilik bo'ldi yoki qanaqadir bitta pavorot bo'ldi, kutmagan ishing bo'ldi, bu sen uchun tajriba. Shunaqa qabul qil deb o'rgatilsa, shunda osonroq o'tadi. Qiyinchilik deb qabul qilmaydi. Savol ichida savol chiqib qoldi. Demak, fikrlash qanchalik biznesda muvaffaqiyatga erishishga olib keladi. Как psixologiyada offlayn o'qib bitirdingiz yaqinda, xabarim bor-da. Fikrlash bo'yicha ham yaxshi tavsiyalar berib ketishingizni xohlar edim o'quvchilarimizga. Albatta, gaplarimiz orasida bo'layotgan hozirgi aytayotgan narsalarim hammasi fikrlashga borib taqalyapti. Fikrlash birinchi o'rinda. Tarmoqli marketingda ayniqsa. O'zi insonni boy qiladigan qaysidir imkoniyat yoki qaysidir kompaniya emasda. Hamma narsa fikrlashga bog'liq. Siz fikringiz bilan qayerda bo'lsangiz, albatta shu manzilga bir kun yetib borasiz. Shuning uchun fikrlash ham hozir aytganimdek qiyinchilikni tajriba deb bo'lashda, ya'ni minus negativ fikrni plusga, pozitiv fikrga o'zgartira bilish. Ya'ni har bitta holatda pozitiv ключga o'tkaza bilish.
Juda ko'pchilik qiynaladi. Qanday qilib o'tqizsa bo'ladi? Bu o'tqizsa bo'ladi Bu endi. praktikalar orqali, to'g'rimi? Praktika, o'qishlar, treninglarda chunki biz beramiz-ku. O'sha narsalardan o'tish kerak. Odat shakliga kirgiziladigan 3-4 ta o'zi punktlar bor. San fikringga yomon narsa kelganda bunaqa praktika qil, bunaqa praktika qil-da. Bu hozir psixologiya darsi bo'lib ketmasin deb aytmayman. Lekin o'sha treninglarda beramiz va inson odatga aylantiradi bu narsalarni. Odatga aylangandan keyin u samo собой Hayotimizga aylanadi. hayotga aylanadi. Shuning uchun fikrlash bilan albatta ishlash kerak. Eng yaxshi fikrlashni yana bitta oddiy qilib aytganimizda qanchalik qo'shilasiz bunga? Fikrlarimizni zo'r o'zgartirib beradigan qoidalardan, odatlardan bittasi muvaffaqiyatli insonlarga yaqin yurish. Xohlaysanmi, yo'qmi, o'sha muvaffaqiyatli, to'g'ri fikrlaydigan insonlar davrasida boshqacha fikrlay olmaysan. Qo'shilasizmi bu fikrga? Albatta qo'shilmayman. Bu millionerlarni, omadli insonlarni birinchi qoidasi bo'lsa kerak. Окружение, atrof muhit juda ham katta rol o'ynaydi inson. Shuning uchun ham tarmoqli marketingda juda ko'pchilik kelib, fikrlashi o'zgarib, ijobiy fikrlaydigan, sayohatlar qiladigan, katta daromadliga ochilgan insonlarga aylanib ketishadi. Shunaqa. Rahmat, Zeba opa. Nima deb o'ylaysiz? Nega ko'pchilik orzu maqsadlari bilan kelishadi, lekin o'sha ma'lum miqdor daromadda qotib qolishadi? Masalan, $500 yillab daromadda o'tirib qolishlari mumkin. 1 yil, 2 yil oldin $500 daromad qilishdi, orzu qilishgan bo'lishi mumkin. Yoki misol $2000-3000 yillar o'tib o'sha daromadda yillar davomida zona komfort degan bo'ladi. Zona komfortga tushib qolishadi. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Zona komforti yaxshi gap, lekin bu shunaqangi lavushka aslida, lavushka deb hisoblayman. Nima uchun zona komfortida o'tirib qolishadi? Chunki inson xavfsizlikni sezib boshlaydi. His qiladi uni. Inson xavfsizlikka intiladi, demak. Inson xavfsizlikka intilgan bo'ladi. U o'sha biznesini boshida ehtiyojlarini shu summaga misol uchun hisoblagan bo'ladi. Pul topsam bunaqa olardim, bunaqa qilardim, bunaqa yashirdim deb yaxshi niyatli qiladi va unda o'sha harakat boshlanadi. Motivatsiya deymiz-ku, o'shanga undaydi o'zini, harakat qiladi, yetib keladi shu joyiga va o'sha aytgan narsalarga ega bo'lgandan keyin xavfsizlikni his qilib boshlaydi. Podushka безопасности deydi ruschasiga aytganda. Shunga intilgan bo'ladi va shunga erishadi. Shu narsada to'xtaydi. Endi bu yomon yoki yaxshi deyishga haqqimiz yo'q. Chunki kimgadir qaysi rakursdan qarashga bog'liq. O'sha joy yetarli. Agar u shu bilan baxtli bo'lsa, agar u unga yetayotgan bo'lsa, har bir insonni xohlagandek yashashga haqqi bor. Avvalambor haqli u. Mayli shunaqa bo'lsin. Lekin savolingiz nima uchun dal shu qimirlashmaydi o'zida. Mani fikrimcha baribir o'sishni xohlashsa kerak. Bunga sabab deb o'ylayman yangi maqsad yo'qligi. Qisqa qilib aytganda. Yangi maqsad qo'yishlari kerak, u komfortdan chiqishlari uchun. Mana haqiqiy liderlar aslida shunaqa qilishadi. Misol, lider bitta maqsad qo'yadi, hattoki u maqsadga yetib kelmasidan mana ozgina qolganida finishga yaqinlashganda yangisini qo'yadi. Chunki bizni qimirlatib, ishlatib, движение keltiradigan narsa, yangi harakatga keltiradigan narsa har doim yangi maqsad. Maqsad sari yurishni o'rganamiz-ku, maqsad sari yuramiz. Biron bir narsani o'zimizga maqsad qo'yib olamiz va shunga intilamiz. Yangi maqsad yo'qligi shunaqa o'rtada zona komfortida to'xtab qolishga sabab bo'ladi. Agar hozir meni eshitayotganlarda kimdir joyizda turib qolgan bo'lsangiz, albatta bugun o'ylab ko'ring va yangi maqsad qo'ying. Ana shunda siz hozirgi o'tirgan zona komfortingizdan chiqasiz. Yangi maqsadni agar o'zlari qo'yishga qiynalishsa, demak, ustoz bilan birga, chunki yuqorida aytganimizdek, o'zingizdan yuqori inson baribir uzoqroq mo'ljalni ko'ra oladi. Shuning uchun birga ustoz bilan birga rejalashtirish mumkin. Gap borki, muvaffaqiyat aslida zona komfortidan tashqarida bo'ladi-da. Toki undan chiqmaguncha yangi zvaniya yoki yangi bir pog'onaga ko'tarilish qiyin bo'ladi. Imkonsiz ham bo'ladi. Ustozimizning shunaqa gaplari bor. Rivojlanmagan narsa orqaga ketishi mumkin.
biza o'sha bir joyda turishni o'ylaymiz, lekin biznes, hayot hech qachon bir joyda turmas ekan. Yo rivojlanish kerak, yo orqaga ketish kerak ekan. O'shaning uchun doim siz aytganingizdek to'g'ri maqsad qo'yish juda muhim deb o'ylayman. Shu savolimizni davomi desak ham bo'ladi. Juda ko'pchilik o'sha bir daromadda qotib qolishganda bir statusda qotib qolishadi. Bir statusga erishishadi, o'sha statusga yaxshilab joylashib olishadi. Yuqorida aytganingizdek, o'sha statusdaligidan xursand bo'lishi mumkin, lekin boshqa insonlar yangi status ochishadigan, rivojlanishadiganini ko'rib, o'zlaridan norozi bo'lishadi, lekin ham harakat ham qilisha olmaydi, natija ham yangi status ham qilisha olmaydi, boshqa statuslar qilayotganini ko'rib, men nima xato qilyapman degan fikrga o'tib qolishadi. Shunda nima tavsiya bergan bo'lar edingiz? Tak, statuslarga keladigan bo'lsak, bu insonni tanlovi deb hisoblayman. Har bir inson o'ziga o'sha zvaniya, status har xil etiladi, har xil kompaniyada o'ziga o'sha joyni tanlaydi, o'zini tanlovi bu deb o'ylayman. Chunki insonda har doim tanlov bor. Qolgani bahona. Men sizga aytsam, nimaga hamma zvaniya qilyapti, nimaga menda zvaniya yo'q deb o'ylasa, agar o'zidan xafa bo'lsa, u odam davom etadi va qiladi. Demak, yetarlicha o'zidan xafa bo'lmadi yoki yetarlicha xohishi yo'q. Bunga boshqa sabab bo'lmaydi. Bunga boshqa sabab yo'q. Qolgani hammasi nima deydi, baholanadimi, qisqa qilib aytganda. Lekin shunaqa insonlarni taniyman, ular o'zini zvaniyasida, o'zini bir yetgan pog'onasida norozi emas. Ana ular осознанно, ya'ni ongli ravishda o'sha zvaniyasida muqim turadi. Boya tepadagi savolingizga javob bergan edim, u insonni har bittasini o'zini muvaffaqiyati, o'sish sur'ati bor-da, o'zgacha hammaniki. Unga o'shat yaxshi. Yana bir joyi bor, liderlar bir xil tez zvaniya qilish tanlashadi tarmoqli marketingda, bir xil stabilnost, ya'ni barqarorlikka. Ya'ni faqat zvaniya uchun emas, mustahkamlik uchun ko'proq mehnat qiladigan liderlar bor. Shularni ham ajratib olish kerak. Misol uchun bir xil statusda ko'p yillar turganlar har xil turga bo'linadi. Biri hali aytganimdek barqarorlik uchun komandasida haligi shogirdlari uchun mehnatda biznesini yurg'izadi chuquriga. Bu stabilnost beradi. Bularni ham, bu liderlarni ham tanlovi, men o'ylayman, juda ham to'g'ri tanlov. Ya'ni uzoqqa boradigan biznes qurish mustahkam deyiladi buni. Mustahkam biznes qurishda. Строй прочно будет жить вечно deydi-ku. O'shna. Poydevorni mustahkam qurish kerak. Mustahkamlash uchun vaqtini, mehnatini, harakatini ketkazadigan liderlar bor. Ya'ni ular faqat status uchun emas, o'sha narsa uchun vaqt ketkazishadi. Bu liderlarning tanlovi shunaqa. Tushunishimcha, kimdir statusni как gonka qabul qiladi, как gonka qabul qiladi, kimdir statusni mustahkam biznes deb qabul qiladi. Shuning uchun o'quvchilarimizga murojaat qilmoqchiman, siz statusni как gonka просто kimdandir uzish uchunmi, nom uchunmi, yoki siz mustahkam biznes, passivniy daromad yaratish uchunmi? Barqaror biznes, barqaror, stabilniy turadigan komanda tuzish tanlovizmi. Ko'p yillar rivojlanadigan. O'ylab ko'ring. Manfaatli bo'layotganimizdan juda ham xursandman. Juda ko'pchilik biznesda, umuman hayotda ham ko'p gaplashgan insonlarim, ayniqsa biznesda ham eng ko'p xatolardan bittasi, juda ko'pchilik rejasiz ishlaydi. Rejasiz ishlash qanchalik biznesda rivoji yo rivojlanmasligiga sabab bo'ladi deb o'ylaysiz? Rejasiz nafaqat ishlash, rejasiz yashashni ham tushunmayman men. To'g'risini aytsam, bu rejasiz ishlash bu xuddi bir manzilni bilmasdan turib bir safarga chiqqandek narsa. Qayergadir o'taman, qayergadir borib kelaman. Lekin manzilni, shu точный adresni deb aytsak, bilmaysiz. Bu shunaqa narsa. Biznes точностni yaxshi ko'radi. Rejani, aniqlik, reja, hisob-kitob, albatta. Reja bu
bilasizmi nima, biz boradigan manzilni karta ko'zingiz yoniga keltiring, biz karta yoqamiz-ku. Misol uchun onlayn u поверните налево, поверните направо deb olib ketadigan karta deb hisoblayman. Rejasiz u manzilga birinchidan qayerligini ham bilmaydi, qanday qilib yetib borishni bilmaydi. Biznesga keladigan bo'lsak, misol uchun reja bo'lmasa, qayerda, kimga qancha vaqt ajratasiz, o'zingizni vaqtingizni qancha ajratasiz-da, qaysi ishlar muhim, qaysi ishlar muhim emas, kutib tursa bo'ladi. Mana shunaqa narsalarni ajratib ololmay qoladi odam. Bilasizku, biz ko'pchilik bilan ishlaymiz, ko'p insonlar bilan ishlaymiz. Shuning uchun rejasiz ishlash bu bitta joyda aylanaverish va oxir oqibat natijaga erishmaslik degani. Men juda ham bu narsaga qattiq qarayman. Rejasiz ishlaganlarni ularga vaqt ajratish ham qanchalik ulardan lider chiqish ham muhim. So'z topmoqchi edim shunga. Nima deb aytsamikin deb. Men ko'p vaqtimni rejasiz ishlaydigan, rejasiz yashaydigan insonlarga ajratishni o'zim hatto xohlamayman. Mana aynan yaqinda sizga ham sovg'a qildim. Agar ishlatib ko'rgan bo'lsangiz, bu tarmoqli marketingdagilar millionerlar kundaligi deb yaratim. Albatta dollar va millioner bo'lishlari uchun bu yerda dollar so'zini yozmadim, hamma tushunadi degan umiddaman. Aynan tarmoqli marketingdagilar kirim chiqimini hisoblashdi, kunlik rejalarini yozishni, hayotda yaxshi odatlarni shakllantirishlari uchun tarmoqli marketing liderlari uchun maxsus kundalik yaratdik. Уже 5 chiroyli kundalik bo'libdi. Rahmat sovg'angiz uchun. Ochib qaradim, hammasi yoziladigan joylari, nimani qayerga yozilishi kerak, hammasini ajratib shpargalka berildi. Juda ham qulay. O'quvchilarimiz 4-5 oy ichida уже minglab o'quvchilarimiz bu kundalikda ishlatishyapti va eng yaxshi odziv berganlaridan 3 ta 4 ta tutgan daftarni bitta kundalikda boshqarsa bo'lar ekan. Chunki kimdir hisob-kitobda alohida yurg'izgan, kimdir maqsadlar uchun alohida, kunlik reja uchun bu yoqda demak bir nechta kundalik tutmasdan bitta kundalik tutish mumkin. Tavsiya beramiz sizlarga. Demak, rejasiz ishlash eng xavfli holatlardan bittasi. Va yana xavfli holatlardan bittasi desak, insonlarda qo'rquv bor. Har bitta qilayotgan ishidan, hattoki biznesga tarmoqli marketing kirib kelishda qo'rquv bor. Yangi zvaniya deymizmi, status deymizmi, ochishdan qo'rquv bor. Yangi qadamlar tashlashdan qo'rquv bor. Shu qo'rquvlarni qanday yengish mumkin deb tavsiya berasiz? O'zi qo'rquv bizga nimaga kerak? Qo'rquv tabiiy holat. Qo'rquv bor, qo'rquv kerak. Har bitta inson o'zi bir ish boshlashidan oldin qo'rqadi. Buni bir ko'rsatib qo'rqmasa-da, ichida o'sha bir kimdir hayajon deydi, boshqa deydi, lekin aslida qo'rquv bo'ladi bu. Bu tabiiy holat. Qo'rquvni yengishni aytadi, men bu narsadan qo'rqyapman, bir narsadan qo'rqyapman, Zebo opa desa, qilib ko'r deyman. Men masalan o'zim qo'rquvlarni shunaqa yengganman har doim. Nimadandir qo'rqsam, o'sha narsani aynan qilib ko'raman. O'sha yerda o'sish bor. Qo'rquvimni yengish uchun men shu ishni qilib ko'raman odatda. Endi bu men metodim desa ham bo'ladi. Hammaga shunaqa deb aytaman. O'zimni komandamdagi qizlar qo'rqaman desa, borgini shartta qilib ko'r. Keyingi safar qo'rqmaysan deyman. Bu juda ham yaxshi ishlaydigan metod. Aslida qisqa lo'nda tushuntirasiz, shunchaki inson qilib ko'radi, o'zida cheris nima deydi, qo'rquvlarni bosib o'tib shu narsani qilib ko'rishim kerak ekan deb o'zini undab qilish kerak-da, uni atrofdagi odam qo'rquvdan sizni nima qutqarib qolmaydi. Inson o'zi harakat qilishi kerak uning uchun. Shunaqa deyman. Qo'rquvni kamaytiradigan yana bizani biznesga agar bog'laydigan bo'lsak, bu bilim olish. Bilim olish, tajribali insonlar bilan ko'proq gaplashish, ko'proq ular bilan maslahat qilish, haligi ustozlar bilan, haligi meropриятиялар, tadbirlarda ko'proq bo'lish. Chunki bu tajriba-da hammasi.
tajribali insonlardan eshitadi nima bo'layotganini. Ular qilgan-ku, men ham qila olaman Shunaqa. degan fikr bo'ladi tadbirlarda Bilim qatnashsa. olishga boradi, bilim olgan sari qo'rquv kamayadi. Unga bu narsa mumkindek, qo'limdan keladigandek deb tuyulishi uchun u bilim olishi kerak-da. Novichok o'rganishni boshlasa, tajribali insonlar bilan ko'proq gaplashsa, uni qo'rquvi kamayib boradi kundan kunga. Har bitta qadamida shunaqa bo'ladi. Shuning uchun boshlashga qo'rqyapman yoki birinchi zakaz olishga qo'rqyapman degan insonlarni ko'proq shunaqa treninglarga, bilim oladigan joylarga, hattoki onlayn kurslarga promotion qo'shishga harakat qilaman. Yaxshi. Aynan kurslar deganingizda nima deb o'ylaysiz? Tarmoqli marketingdagilar qaysi sohaga ko'proq o'qiganda yaxshi? Mana men masalan tarmoqli marketing sohasida biznes ustozman yoki boshqa yana ustozlar bo'lishi mumkin. Aynan shu sohani ustozidan bilim olishgani yaxshi deb o'ylaysizmi? Aynan Maya Dilvani kurslarini tavsiya bergan bo'larmidingiz? Albatta. Albatta, chunki sizda birinchidan tajriba bor. Siz bu biznesni yurib ko'rgansiz, ichida bo'lgansiz. Bir xatolarini qilib ko'rgansiz. Xatolarini qilib ko'rgansiz. U xatolardan xulosa chiqarib, keyin to'g'rilagansiz. Ma'lum bir yaxshi katta zvanyalargacha chiqqansizda. Tajriba bu eng kerak narsa deb o'ylayman. Mingta kitobdan ham yaxshi tajribada o'tkazgan insondan bilim olish albatta bu muhim. Kurslaringizni tavsiya qilaman. Rahmat, sog' bo'ling. Tarmoqli marketingda shaxsiy brendning roli qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Juda ham muhim deb o'ylayman. Shaxsiy brend hozirgi kunda, hozirgi zamonda o'z menimcha oldin ham shunaqa edi-ku, hozir ko'proq. Insonlar biznes emas, sizni tanlab kelishadi. Ya'ni shaxsiy brend agar o'zingiz misol uchun shaxsiy brendingiz, qadriyatlaringiz, tajribangizda qanaqadir bitta o'zingizni kursingiz yoki ko'rinishingiz yoki o'zingizga bo'lgan ishonchingiz bilan tarqalgan bo'lsa, qadriyatlaringiz bilan mustahkamlangan bo'lsa, insonlar sizga ishonishi osonroq bo'ladi. Hozirgi paytda shaxsiy brend tushunchasi har xil bo'lib qolgan menimcha, shaxsiy brend tushunchasi. Shuncha aytyapman, o'sha qadriyatlaringiz va tajribangiz bilan mustahkamlangan, shunaqa qilib razvivat qilingan shaxsiy brend bo'lsa, biznesni tanlayotgan insonlar avvalambor ustozini tanlaydi, keyin biznesni boshlaydi. Biz ham biznesda shunaqa, tarmoqli marketingda kompaniya emas, mahsulot emas, ustozni tanlab kelishadi. Shuning uchun kelib shu biznesda qolishi uchun nastavnika, ya'ni ustozni shaxsiy brendi bo'lishi shart deb hisoblayman. U albatta kerak narsa, juda ham muhim. Shaxsiy brendni ham chiroyli qilib yaratish kerak, albatta. Prozrachniy qilib deydi. Shaxsiy brendni ustoz sifatida qanaqa qilib yaratish kerak? Asosan bilim ko'rsata bilish kerak. Ustoz deb o'zini pozitsionerovat qilgandan keyin uni bilimi, tajribasi borligini ko'rsatib turish kerak. Shundagina insonlar sizga ishonadi, ergashadi va o'sha jamoangizda qoladi. Sizni jamoangizga intiladi. Demak, brend bu birinchi o'rinda ishonch. Demak, qanchalik insonlarni faqat gapda emas, amalda ham, demak, o'zingizni ishonchli inson, ishonchli ustoz ekanligingizni ko'rsata oldingizda. Tarmoqli marketing munosabatlar biznesi. To'g'rimi? Qo'shilasizmi shu fikrimga? 100%. Munosabatlarga quriladi. Biznes emas. Tarmoqli marketing shu boshqa bizneslardan ajralib turishi ham shunda. Lekin munosabatlar biznesi. Juda ko'pchilik kirib kelganda biznesga faqat oldi-sotdi, pul biznesi deb o'ylashadi. Lekin kirib kelishgandan keyin anglashadiki, bu biznes faqat mustahkam munosabatlarga quriladi. Xuddi shunaqa, munosabatlarga qurilgan biznes.
o'quvchilarimizga murojaat qilmoqchiman. Qanchalik bugungi kunda o'zingizni brendingizni yarata oldingiz, qanchalik kuchli ustoz bo'la oldingiz. Agar demak kuchli ustoz bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta kuchli ustozlarni toping, ilmlarini oling va hayotda hayotiy rivojlanish yo'lingizni kuchli ustozlar bilan qisqartirishingiz mumkin. Demak, davom etamiz. Tarmoqli marketingda bilimni qanchalik roli muhim demoqchiman, lekin o'zi yuqorida aytib o'tdik, menimchalik. Bilimni roli tarmoqli marketingda mahsulotga pul emas, bilimga pul tikish kerak. Siz ham tanishtirganingizni o'zingiz aytdingiz, siz ham bir nechta diplomlar, bir nechta sertifikatlar. Bu hammasi investitsiya. Siz ham mahsulotga investitsiya qilmagansiz. Demak, tarmoqli marketingda birinchi o'rinda bilimga investitsiya qilinadi. Bilim esa keyin bilim bu asos. Da. Bilim bu asos. Tarmoqli marketingda bilasizmi, bizda boya tepada gaplashib o'tdik-ku siz bilan. Osongina shunchaki keldim, oldim, sotdim deb o'ylayman. Shu biznes shunaqa deb qabul qiladiganlar ham bor-da. Lekin bu biznesni yaxshilab o'rganish kerak, bilim olish kerak. Bilim sizni kelajagingizni, kelajakda quriladigan jamoangizni asosi bo'ladi. Inson qancha ko'p bilim olsa, o'zini biznesi haqida, ishi haqida qancha ko'p narsa o'rgansa, u shuncha ko'p imkoniyatlarni ko'ra boshlaydi. Ya'ni yangi kelgan odam bunchagina joyini ko'radi biznesda. Lekin bilim olgan odam u kelajagida qancha yana imkoniyatlar borligini ko'rib boshlaydi. Yorug'lik desak ham bo'ladi-da. Xona qop-qorong'i bo'ladi, chiroqni yoqqanda, demak, xuddi shunday chiroq olish imkoniyatlarni ko'rishga yordam beradi. Ham rivojlanish, shaxsiy rivojlanish bo'lmasa, rivojlanish to'xtasa, qisqa qilib aytganda, rivojlanish to'xtasa, natija ham to'xtaydi. Natija deganimiz daromad, qo'ygan maqsadlaringiz ham demak erisha olmaysiz. Maqsadingiz, natijangiz, zvaniyingiz hammasi bo'ldi, shu yerda to'xtaydi degan. Juda ko'pchilik bir marta kursda o'qidim, bo'ldi deb o'ylashadi. Lekin davomiy, doimiy o'qish kerakligini juda ko'pchilik unutib qo'yishadi. Mana siz ham shu fikrga qo'shilsangiz kerak. Mana juda ko'p o'zim ustimda ishlayman, men ham juda ko'p ilmlar olaman, lekin qancha ko'p narsani o'rgangan sari, qancha ko'p bilim olgan sari hech narsani bilmasligimni anglab boryapman-da. Shuning uchun bir marta, ikki marta darslarga qatnab, hamma narsani bildim degan insonlarni men unchalik tushunmayman. Qayta bir narsani o'qidim, misol uchun aytishadi. Biz ham misol uchun hozir akademiya o'taman. Darsimda deyman, mana bu tema qo'yildi, da. Bir xil aytishadi, men bu temani eshitganman. Menga aytmaydi. Orqadan o'zini nastavnikiga, endi qulog'imga chalinadi, baribir eshitiladi. Keladi bu gaplar. Bu tema bo'lgan ekan-da, oldin tema o'zgartirsak bo'ladimi deb murojaat bilan chiqib qolishadi. Aytaman, bu temani o'tgan, lekin hozirgi kunda qayerda u? O'sha avvalgi natijasida turibdimi yoki bir pog'ona ko'tarildimi? Yo'q, hali ko'tarilmadi, hali ham o'sha joyda. Lekin bu temani eshitgan ekan. O'qigan, o'qimagan. Demak, boshqatdan o'qisin. Agar bu dars senga foydali bo'lib, seni joyingdan qimirlatib yangi bir pog'onaga chiqara olmadimi, demak sen uni o'zlashtirmading. Qayt va yana shu darsni eshit. Shu narsani ko'p aytaman qizlarga, ko'p aytaman. Qayta o'qinglar. Bir kun emas, bir kun siz uni tushunib yetasiz. Bir kun eshitasiz. Keyingi safariga sal tushunasiz. Undan keyingi safariga qabul qilasiz va undan keyin 4-5 safarida shu temani eshitganingizdek, undan keyin uni tatbiq qilib boshlaysiz-da. Hammaga har xil vaqt kerak bo'ladi. Bir martada yilib ketadiganlar kam.
bor lekin kam. eng katta xatolar mana doim mana siz ham komandangizga dars o'tasiz, men ham o'quvchilarimga dars o'tganimda bilaman so'zi judayam yaxshi ko'radigan insonlar bo'ladi-da. Shunaqa. Buni eshitganman, bilganman. Siz aytganingizdek bilgansan lekin amalda qo'llaganmisan degan savolga ko'pchilik javob bera olmaydi degan deb o'ylayman. To'g'ri. Da, bilimni mohiyati juda ham kuchli. Bilim haqida gaplashsak, menimcha soatlab gaplashishimizga to'g'ri keladi. Da. Aynan shu yerda masalan juda ko'pchilik ilm olishga emas, ko'proq ishlashga vaqt ketkazish kerak deb o'ylashadi. Lekin ish bilan ilm birga ketishi kerak deb o'ylayman. Chunki qayiqda ikki eshikka deb tasavvur qilaman. Что ilm oldingmi, amaliyotda qo'lla. Juda ko'pchilik faqat ilm olishadi, amaliyotda yo'q. Juda ham ensiklopediya bo'lib qolishadi. Amalda qo'llash yo'q. Kimlardir bilim olmasa faqat harakatda ham bitta joydan qimirlashmaydi. Shuning uchun ham bilim, ham harakat birga olib borilishi, balans bo'lishi kerak. Rahmat sizga. Tarmoqli marketingda, umuman hayotda Zibo Musayeva bo'lishingizda kimlarni roli katta deb o'ylaysiz? Hammani o'zini roli bor. Oilam, yaqinlarim, opa-singillar. Har bittasi, har bitta atrofimizdagi insonlar o'zini rolini o'sha vaqtda, o'sha vaziyatda har birini o'zini roli bor demoqchiman-da. Meni qo'llab-quvvatlagan insonlar. Lekin motivatsiyaga kelsak, asosiy motivatorlarim farzandlarim. 4 ta farzandim bor, alhamdulillah. Asosiy motivatorlarim farzandlarim. Chunki ularning orzusi, ularni o'sha yonib turgan ko'zchalari, o'sha kichkinaligidan ular menga faxrlanib qarashi, mana shu narsalar meni nimaga harakatga keltirgan har doim. Aytishadi-ku, motivatsiyam qolmadi, ozgina motivatsiya berib yuboring, bilasizmi? Motivatorsiz-ku, darslar o'tkazdi aytishadi. Menga motivatsiya bering. Men aytdim, Motivatsiyam tugab qoldi deyishadi. qanaqa qilib tugashi mumkin? Boringlar-da, uyinglar bo'linglar, ko'ziga qaranglar deyman. Ana sizlarga motivatsiya. Uni kelajakda qancha orzulari bor. Ularni ro'yobga chiqarishga siz keraksiz yonida. Mana motivatsiyada. Ya'ni oilam deganda shu turmush o'rtog'im qo'llab-quvvatlashlari albatta. Vaqti kelsa qaysidir joylarda, qanaqadir vaqtlarda ularga juda ham suyanib qoladigan joylarimiz bo'ladi. Bolalar yoshligida masalanda, men 24 yildan beri ishlayman, buning bolalarim tarmoqli marketingda tug'ilgan bolalar desak ham bo'ladi. Shuning uchun motivatorlar, qo'llab-quvvatlaydiganlar, menga ishonadiganlar bu birinchi o'rinda oilam, meni yaqinlarim va aytib o'tishim kerak, atrofimdagi liderlar. Menga ishonib kelgan va men bilan yelkama-yelka ishlab kelayotgan liderlarim. Hozirgi kunda ularni liderim deya olmayman. Ular bittasi opam, bittasi singlim bo'lib ketgan. Biz shunaqa munosabatdamiz. Oilamiz, katta oilamiz va jamoam albatta. Menga ishonch bildirgan, menga ilhom beradigan Ko'zi yongan shogirdlarim, jamoam. Da. Mana shu insonlar, har bir inson hayotimga, har bir kirib kelgan, tanishgan, gaplashgan insonimning hammasini roli bo'ladi o'ziga yarasha. Va asosiy rollar mana shu odamlarda hozir aytib o'tganlarimda. Shogirdlaringizni muvaffaqiyati ham sizda albatta ilhom beradigan bu jamoam. Da. Meni ilhomlantirib turishadi. Uydagi ilhom beradiganlar bu farzandlarimiz, har doim aytaman, biznesdagi ham xuddi biznesdagi farzandlarimiz, ularning muvaffaqiyati bizning muvaffaqiyat. Aslida sizning muvaffaqiyatingiz, insonning muvaffaqiyati ota-onaning muvaffaqiyati ekan, ustozlarimizning muvaffaqiyati ekan. Bugun siz bilan biz shu yerda o'tirishimiz. Lekin farzandlarimiz yoki shogirdlarimizning yutug'i bu qaysidir ma'noda bizda Alloh sabab chiqib, bizning ham yutuqlarimiz ekan. Shunaqa. Sog' bo'ling, rahmat. Juda ko'pchilik hozirgi kunda ayol kishini shaxsiy daromadi bo'lishi shart emas degan fikrga ham qo'shilib qolishgan. Qanchalik bu fikr to'g'ri? Ayol kishini shaxsiy daromadi bo'lishi kerakmi? Albatta. Bo'lishi kerak. Nima sabab? Sabab ayol kishi o'zini shaxsiy daromadi bo'lsa, u qancha bo'lishidan qat'iy nazar mayli.
hamma har xil biznesdan boshlaydi, kimdir uyda o'tirib ham qiladi ishini-da, lekin ozginami ko'pmi shaxsiy daromadi bo'ladi. Bu birinchidan ayol kishiga mustaqillik beradi. Mustaqillik beradi. Kayfiyat beradi deylik. Kayfiyat beradi, uverенность beradi, o'ziga bo'lgan ishonch beradi. Ya'ni mustaqil bo'lgandan keyin, o'ziga ishonchi bor bo'lgandan keyin, uni kayfiyati bor bo'lgandan keyin bu albatta oilaga ham foyda. Har doim kayfiyati yaxshi bo'lib turgan inson, menimcha ayol u nafaqat oilasiga foydali edi, u atrof muhitga ham foyda keltira oladi. Shuning uchun ayollarni shaxsiy daromadi bo'lishi albatta kerak deb o'ylayman, muhim deb o'ylayman. U oila boqishi uchun emas, o'zini ehtiyojlari uchun. Nafaqat ehtiyojlari uchun, boya aytganimdek, o'ziga ishonchi bo'lishi uchun, uni kayfiyati bo'lishi uchun va pul kayfiyat beradi-da. U bir joyda turib qolmasligi uchun, harakatda bo'lishi uchun. Bir joyda turib qolish ayol kishiga zararli deb o'ylayman. Rivojlanishi uchun, xohish istaklarini yanada kattaroq qilib ko'ra olishi uchun, ularga intilishi uchun, hamma narsa uchun kerak. Shuning uchun men umuman shaxsiy daromad deganda ayollarda albatta bo'lishi kerak deb javob beraman. Qaysi holatda bo'lsa, qaysi qo'lidan kelsa, qancha vaqt ajrata olsa, mayli sharoit ko'tarmasa, ko'chaga chiqa olmasa, misol uchun aynan tarmoqli marketing to'g'ri keladi. Uyda qilsin-da. Misol uchun bir ko'pchilikda mana o'zbekchalikda ruxsat berishmaydi. Tushunaman. Mayli ruxsat bo'lmasa, quloq solinglar, uyinglarda o'tiringlar, uyinglarda o'tirib qilinglar ishinglarni. Vaziyatdan chiqish mumkin. Vaziyatdan-da oilaviy sharoitimizni, oilaviy odatlarimizni, ya'ni hayot tarzimizni buzmagan holatda, ta'kidlab o'tmoqchiman shuni. Oilaviy hayot tarzimizni buzmagan holatda, qadriyatlarimizni buzmagan holatda shaxsiy daromadga ega bo'lish yaxshi deb hisoblayman. Rahmat, sog' bo'ling. Agar hayotni qaytadan boshlash mumkin bo'lganda, 24 yil orqaga qaytib qolganda, siz yana tarmoqli marketingni tanlagan bo'larmidingiz? Bo'lardim. Tarmoqli marketing menga juda katta hayotiy tajriba bergan. Juda ko'p insonlar bilan tanishish, muloqot qilish, networking eng zo'ri. Networkingda fikrlash kengayishi, dunyo kezish, umuman shaxs sifatida o'zimni rivojlanishimni mana shu tarmoqli marketingga kirgandan keyin boshlaganman. Ya'ni rivojlanish beradi-da bu biznes. Shuning uchun men yana to'g'ri kelsa, hayotimda bo'lgan shunaqa. Hayotimda bo'lgan o'sha bizneslar to'xtagan payti, qayta tanlov huquqi menda bor payti bo'lgan va men boshqa sohaga ketish imkoniyati bo'lgan. Va men qayta tarmoqqa уже tanlaganman. Qiyin vaziyatda ham yana tanlovingiz tarmoqli. Uning uchun bir alohida yana intervyu qilish kerak bo'ladi, chunki qiyinchiliklar haqida, yiqilib qayta turishlar haqida u отдельная история deydi-ku. Da, podkastda pastida, shu videolarning pastida yozib qoldiringlar. Albatta, qiyinchiliklar mavzusida ham, qanday qiyinchiliklarni yengib o'tish mavzusida ham podkastlar eshitishni xohlarmidingiz? Kommentariyingizga qarab Zibo Musayevani yana taklif qilishimiz mumkin. Rahmat. Xullas, tarmoqli marketing shunaqa saboq beradi insonga. Ham hayotda kuchli bo'lishni o'rgatadi, ham muloqotlarni to'g'ri bo'lishini o'rgatadi. Ya'ni bu sohani o'qib chiqadigan bir universitet yo'q. Da. Lekin sizni tajriba bilan kunma-kun o'zingizni yangitdan kashf qildiradigan biznesda. Ya'ni yangi men bo'lasiz. Oyma-oy inson o'zgaradi. Shuning uchun hurmat qilaman, biznesimni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rganim uchun qaytib yana boshlaganman o'sha vaqtda. Да, qalb kasbingizni topgan ekansiz. Shunaqa. Найдите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня, deydi. Da. Xuddi shu gap.
Edisonga aytishgan ekan, shuncha ish qildingiz, charchamadingizmi deganda, 1000 qanchayam patent yaratgan, ixtirochilik qildi. Lekin bir kun ham ishlaganim yo'q, qachon charchashim kerak edi degan ekanda. O'shaning uchun inson o'zini joyini yaxshi ko'rgan topgandan ishingiz keyin bilan shug'ullansangiz, Da, charchamaysiz. da. Mana hozir juda ko'pchilik shaxsiy rivojlanish, o'zini ustida ishlashga ko'p ahamiyat berishgan. 5-10 yillikni Bundan ichida. juda xursandman. Da, bu yaxshi ommalashdi, lekin siz bilan biz bir vaqtda boshlaganmiz, 23 yil, 24 yil oldin. Biz alhamdulillah shu biznesga kelganimizda 23 yil oldin bizga shaxsiy rivojlanish muhim degan narsani o'rgatishgan va biz oldinroq boshlaganmiz. Bunga tarmoqli marketing 2002-yilda sababchi. Da, men ham Shu. bir vaqtda boshlagan ekanmiz. Endi fursatdan foydalanib, uchrashib qolganimiz uchun men ham tajribali inson sifatida sizdan bir maslahatlar olish niyatidaman. Mana bizani hozir tarmoqli marketingga yangi kelganlar yoki ishlab turganlar ko'p ko'rishadi. Men ham sizga 3-4 ta savollarim bor edi. Masalan, siz biznes trener sifatida necha yillardan beri faoliyat olib boryapsiz va darslaringizda shu pul haqida gapirasiz. Shuning uchun savolim, daromadga, ma'lum bir daromadga erishgandan keyin pulni to'g'ri boshqarish qanchalar muhim va qanday boshqarish to'g'ri? Rahmat savolingiz uchun. Tarmoqli marketingga kelib yoki o'zimizni sohamizda kim yurist, kim vrach bo'lishi mumkin, doktor bo'lishi mumkin, kim buxgalter bo'lishi mumkin, hamma o'zini sohasida soha egasi bo'lishni o'rganamiz ekan, lekin pul boshqarishni o'rganmas ekanmiz. Tahlillarim bo'yicha juda ko'p tarmoqli marketing liderlari katta daromad qilishadi, lekin demak pulni to'g'ri boshqara olishmas ekan. Bu faqat tarmoqli marketingda emas, oddiy hayotda ham juda ko'pchilik pul topishni biladi, lekin pulni boshqarishni bilmas ekan. Biz pulni topganimizda emas, pulni to'g'ri boshqarganimizda boy bo'la olar ekanmiz. Juda ko'p yillar yaxshi daromad qilganman, lekin eng katta hayotimda xatolarimdan bittasi pulni to'g'ri boshqarish ilmini olmagan ekanman. 18 yil biznesda bo'lganimdan keyin ustoz Davlatovga kelib, pul ilmini olib, pul bilan birinchi to'g'ri muomala qilishni o'rganib, keyin boylikka o'tish mumkin ekanligini o'rgandim. O'shaning uchun albatta tarmoqli marketing liderlariga tarmoqli marketingni rivojlantirish bo'yicha dars o'taman va bonus sifatida har doim pulni to'g'ri boshqarishni o'rgataman. Alhamdulillah, darslarimdan keyin juda ko'pchilik passiv daromadlar yaratishyapti va moliyaviy erkinlikka erishishlariga kurslarim sabab bo'lyapti. Rahmat chiroyli javobingiz uchun. Demak, biz sizni kurslaringizda shu bonus bor ekanini bilib oldik. Da. Rahmat. Va yana bir savolim, bu gapni siz taniysiz, bilasizda. Yaxshi bajaruvchidan yomon lider chiqishi mumkin deyiladi. Bunga qanaqa izoh bera olasiz? Hazil tarifasida shuni aytmoqchiman, dangasalar boy bo'lar ekan. Qaysi ma'noda? Juda ko'pchiligimiz ko'p ishlashga vaqtimizni sarflaymiz. Ko'p ishlagan boy bo'la olmaydi deyshadi. Nimaga? Chunki juda ko'pchilik lider bo'lishni xohlaydi, katta daromadga chiqishni xohlaydi, lekin hamma vazifani o'ziga olib oladi. Mana shu yerda eng katta xatolarga yo'l qo'yishadi. Kuchli lider bo'lishni xohlagan, katta maqsadlarga erishishni xohlagan, haqiqiy lider bo'lishni xohlagan insonlar birinchi o'rinda vazifani komandaga, shogirdlariga taqsimlashni o'rganish kerak ekan. Men hamma vazifani bajarsam, zo'r lider bo'laman deb o'ylashadi. Hamma ishni o'zim qilsam, komandamga yaxshi ko'rinaman deb o'ylashadi. Bu eng katta xatolardan bittasi, chunki siz eng zo'ri bo'lib olasiz, charchab ishlaysiz, lekin daromad ham o'smaydi,
hamda shogirdlaringiz sizni takrorlay olmaydi. Juda ko'pchilik holatlarda aytaman, supermen bo'lib olmang deyman, chunki supermenni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun haqiqiy liderlar demak vazifani bera olishi kerak, boshqalar uchun ishlashni bas qilish kerak. Delegировать qilish kerak. To'g'ri. Rahmat. Va yana bir muhim joylaridan biri, mana suhbatimiz boshidan biri bilim olish kerak, treninglarga borish kerak va hokazo deyapmiz-ku, lekin literatura, ya'ni kitoblar o'qishga qanday qaraysiz va o'zingiz qanday kitoblar o'qiysiz yoki qanday tavsiyalar bera olasiz? Qaysi kitoblarni o'qigansiz? Shu haqida ham aytib bersangiz. Tarmoqli marketingga endi kirib kelganlar uchun o'qiydigan kitoblar bor, уже kattaroq natijaga erishgandan keyin o'qiydigan kitoblar bor. Mani o'zim juda ko'pchilik kitob o'qiganda uyqum keladi deydi. Va o'zimda ham shu narsalar bor edi qachondir. Lekin hozirgi kunda aynan ustoz Davlatovni kitoblarini o'qiganimdan keyin o'qishga mehrim ko'p oshgan. Nimaga? Oddiy sodda tilda yozilgan. Tarmoqli marketingga boshida kirib kelganlarni ustozni 3 ta kitobini o'qishni tavsiya beraman. Bu boy va kambag'al fikrlash strategiyasi, demak fikrlarimizni to'g'rilaymiz. Ikkinchisi tarmoqli marketingdagi pullar, demak aynan tarmoqli marketingda qanday ishlash bo'yicha. Uchinchisi Men va pul kitobi. Chunki pulni fikrladik, tarmoqli marketingda pul topishni o'rgandik va pulni boshqarishni o'rganishimiz kerak. Shuning uchun Men va pul kitobini o'qishni tavsiya beraman. Agar yanada byudjetniy demak kitob va kichikroq kitoblar o'qishni boshlashni agar tavsiyani so'rashsa, unda Vavilonning eng boy odami necha asrlardan beri bu как aytiladi, eng mashhur kitoblardan. O'yla va boy bo'l kitobi juda ham manfaatli kitoblardan va tarmoqli marketingda rivojlanish uchun Don Feylani 10 ta qo'l sochiqdagi dars kitobi hamda tarmoqli marketingda tuzishni 10 asos degan kitobda tavsiya bergan bo'lardim. Liderlarga уже jiddiyroq kitoblar o'qishdi. Bu kitoblardan biri Samuray Bizmicha. Qilichsiz samuray degan kitob juda ham top lider darajasiga chiqishingizga yordam berishi mumkin va yana bir nechta shunday kuchli kitoblarni tavsiya bergan bo'lardim. Rahmat, juda yaxshi to'liq spisak ro'yxat berdingiz. Yangi boshlaganlarga ham va liderlarga ham o'ylaymanki juda ham manfaatli, foydali ro'yxat bo'ldi. Bu ro'yxatni kattartirishimiz mumkin. Hisob sanasak ancha ko'p, hammasi lekin asosiylarini sanab o'tdingiz. Rahmat. Xulosa sifatida va oxirgi savolim sizga, mana tarmoqli marketingda endi kirib kelganlarga, hozirgina kirib kelishda siz bilan mani eshitib o'tirishdi, ularga nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Birinchi qadamlari bilim olishni maqsadga qo'yishlari kerak. Chunki tarmoqli marketing yangi soha ular uchun bilimini olish kerak. Ustozlaringizdan oling bilimni, demak kitoblardan oling, bilim olishga vaqtingizni ajrating. Albatta harakat ham. Va kuchli ustoz toping. O'zingizni ustozingiz kuchli bo'lsa juda yaxshi. Agar undanda kuchli yuqori ustozlarga chiqishingiz mumkin. Kuchli ustozdan kuchli bilim olishingiz mumkin. Va eng muhim yana qoidalardan bittasi yaxshi odatlarni ko'paytiring. Chunki juda ko'pchilikda keraksiz odatlar ko'p. Biz yaxshi odatlarga o'rganishimiz qiyin, lekin ular bilan yashashimiz oson. Yomon odatlarga o'rganishimiz oson, lekin ular bilan yashashimiz qiyin. Shuning uchun yaxshi odatlarni ko'paytirsangiz, demak sizga o'xshab, muvaffaqiyatli insonlarga o'xshab katta yutuqlarga erishishlari mumkin. Xulosa qilib aytib o'tib ketmoqchiman. Bizani ko'rayotganlar, ya'ni tarmoqli marketingda agar endi biznesingizni boshlagan bo'lsangiz, har doim esingizda bo'lsin, muvaffaqiyat bu shunchaki tasodif emas. Bu mehnat, harakat, sabr, aniq rejalar, aniq maqsadlar, ustozlardan keyin keladigan bir hodisa deymizmi?
muvaffaqiyatga erishish uchun shulardan o'tishga to'g'ri keladi. Orzularingizdan qo'rqmang. Orzularingizni, katta orzularingizdan qo'rqmang. Ularni unutmang, harakat qiling, albatta reja bilan. Va yaxshi zvanyalar va yaxshi natijalarga erishishingizga tilakdoshman. Rahmat. Zibupa, sizga ham kattakon rahmat. Yo'q demasdan vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Bilaman, sizni vaqtingiz juda ham qimmatli, rejali yurasiz har doim. Shu rejaga bizani podkastimizni ham rejaga qo'ya olib, mana shunaqa chiroyli suhbat bo'lganidan juda ham xursandman. Juda ham samimiy insonsiz. Samimiy bugun demak fikrlaringiz bilan, insaytlaringiz bilan bo'lishdingiz. Xudo xohlasa bu birinchisi oxirgisi bo'lmaydi degan umiddaman. O'quvchilarimizga esa kommentariyalarda yozib qoldiring, bizni bugungi suhbatimizdan o'zlaringiz uchun qanday yangi xulosalar oldingiz va sizni kommentariyalaringizga qarab biz podkastlarimizni yanada ko'paytirish ustida ishlaymiz. Kattakon rahmat, sog' bo'ling, xonadoningizga tinchlik, totuvlik, baraka, biznesingiz bundan-da yaxshi rivojlansin. Rahmat, ishlaringizga omad. Rahmat.